Global Village jahon yarmarkalari shaharchasi. Bu Dubayda mashhur madaniy ko'ngilochar joylardan biri bo'lib, o'z ichiga dunyoning har burchagining o'z an'anasi, oshxona va mahsulotlarini jamlagan. Global Village 97-yili ochilib, har yili oktyabrdan maygacha kechki soat 4 dan 12 gacha ishlaydi. Bu joyga kuniga 40 mingga yaqin odam tashrif buyuradi. 170 gektar umumiy yer maydoni, 20 mingdan ziyod parkovkasi, 50 ga yaqin attraksion, 300 ga yaqin ovqatlanish joylari va 3 mingdan ziyod do'kon va rastalar mavjud. Har kuni shou, konsert va programmalari, raqs va teatr tomoshalari bor. Dam olish kunlari esa mushaklar otiladi. Yana o'sha savol, kelishga arziydimi? Javob: Dubayda 5 kundan ortiq qolib, o'shanda ham asosiy joylarni ko'rib bo'lgandan keyin bu joyga e'tibor qaratsangiz bo'ladi. Chipta narxlari juda ham arzon, 25 dirham. Lekin ichiga kirib, attraksionlarga, ovqatlanishga, umuman biror narsa xarid qilmasangiz, zerikishingiz aniq. O'rtacha odam boshiga ovqatlanishga 50-60 dirham ketadi. Bu joy ko'proq katta yoshdagilarga ma'qul keladi. Videolarim orqali Dubayda vaqt va pulingizni to'g'ri taqsimlashni bilib olasiz. Kuzatishni davom eting, obuna bo'lish esdan chiqmasin.